Voy, bu iplarni xilma-xilligini. Voy, iplarni xilma-xilligini. Axir bu Priyaj Yunusobod mashhur do'koni-ku. Bularda munchoqlarni har xil turi bor ekan. Voy, mana bu rangini. Hammasi bir-biridan chiroyli. Voy, bularni har xil turdagi mozaikalar bor ekan. Voy, bu tumachalarni. Buncha ham xili ko'p. Voy, bu yoqda tikish bichish uchun furnituralar bor ekan. Nina deysizmi, qaychi deysizmi, barchasi bor ekan. Assalomu alaykum, jajji to'quvchi dugonalarim. Men orzuyimdagi Priyaj Yunusobod do'koniga keldim. Men bu do'konga kelganimdan afsuslamadim, chunki bu yoqda iplarning har xil turdagi ranglari bor. Eng yaxshi tarafi do'konni 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmati bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham aktiv do'kon ekan. Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, hattoki Google'dan Priyaj Yunusobod do'koni desanglar ham xaritidan shundoq chiqadi. Bu do'konni topish juda ham qiyin emas. Bu do'konga bir marta bo'lsa ham kelishinglarni tavsiya qilaman, chunki bu do'kondagi atmosferani bir marta bo'lsa ham o'zingizlarda his qilib ko'ringlar.